Shuningdek, davlatimiz rahbari bugunning o'zida avtomobil yo'llari sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusi rejalari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Zamonaviy dunyoda yo'l xo'jaligi har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Avtomobil yo'llari, ko'priklar, transport yo'nalishlari, umuman butun yo'l transport infratuzilmasining holati aholi kayfiyatiga, qolaversa, tovar aylanmasi, hududlarning investitsiyaviy jozibadorligi hamda xavfsizlik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Rivojlangan yo'l tarmog'i esa barqaror o'sishning asosidir. U hududlar integratsiyasini ta'minlaydi, logistika jarayonlarining samaradorligini oshiradi hamda fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Yo'l xo'jaligini rivojlantirish iqtisodiyot, ijtimoiy infratuzilma, transport tizimi va xalqaro hamkorlik yo'nalishlarida alohida ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiyotda sifatli yo'llar tashish xarajatlarini kamaytiradi, yuk yetkazib berish tezligini oshiradi hamda kichik va o'rta biznes faoliyatini rag'batlantiradi. Ijtimoiy sohada ham qulay transport tizimi aholiga ta'lim, tibbiyot va mehnat bozoriga teng imkoniyat yaratadi. Shuningdek, sohaga zamonaviy boshqaruv tizimlari, aqlli svetoforlar va raqamli monitoring platformalarining joriy etilishi yo'llardagi yuklamani kamaytirib, o'tkazuvchanlikni oshiradi. Xalqaro miqyosda esa rivojlangan yo'l infratuzilmasi tranzit imkoniyatlarini kengaytirib, xorijiy hamkorlarni jalb etadi va mamlakatning global transport koridorlariga integratsiyasini kuchaytiradi. Misol uchun, Germaniyaning yuqori texnologik avtobonlari, Yaponiyaning intellektual trafik boshqaruvi, Janubiy Koreya va Singapurda yo'l qurilishida raqamli yechimlar va innovatsion usullar faol tatbiq etib kelinmoqda. Aytish joizki, 2017-yilgacha mamlakatimizda yo'l xo'jaligi samaradorligini cheklab kelgan qator muammolar bor edi. Yo'llar kapital ta'mirga muhtoj, infratuzilma ortib borayotgan, transport oqimiga mos kelmasdi. Rejalashtirish, monitoring va boshqaruvda zamonaviy yondashuvlarga jiddiy e'tibor qaratilmadi. Moliyalashtirish ham cheklangan, normativlarning eskirganligi hamda innovatsion texnologiyalar qo'llanilmagani bois ish sifati pasayib, tashish xarajatlari ortib borgan. Bu esa logistika zanjirlarining moslashuvchanligi, hududlar raqobatbardoshligi va xalqaro tranzit imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatgan. So'nggi yillarda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yo'l xo'jaligini modernizatsiya qilish bo'yicha izchil va keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Avtomobil yo'llari, ko'priklar, transport yo'nalishlari hamda aylanma yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish bo'yicha davlat dasturlari hayotga tatbiq etilmoqda. Sohada loyihalash va sifat nazorati bo'yicha zamonaviy standartlar joriy etildi. Yo'l qurilishida ham innovatsion usullardan foydalanilib, raqamli monitoring tizimlari va yo'l harakatini boshqarishning intellektual yechimlari faol tatbiq etilmoqda. Xalqaro transport koridorlari kengayib, mamlakatning tranzit salohiyati mustahkamlanib, hududlararo transport aloqalari sifat jihatdan yaxshilanmoqda. Hududlarda yangi infratuzilma obyektlari barpo etilib, logistika markazlari kengaytirildi. Yo'l tarmog'ini uzoq muddatli rivojlantirish amaliyoti joriy qilindi. Albatta, amalga oshirilayotgan bunday keng ko'lamli loyihalar millionlab yo'l harakati ishtirokchilarining kundalik faoliyatida aks etib, yangi transport ekotizimini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Va aytish mumkinki, bunday tashabbuslar birinchi galda aholi farovonligini oshirishga qaratilib, yo'l xo'jaligini iqtisodiy o'sishning muhim drayveriga aylantirish hamda O'zbekistonning xalqaro transport tarmog'idagi o'rnini yanada mustahkamlashga yo'naltirilgan. Va bu boradagi ishlarning sifat jihatdan yaxshilanishi mamlakatimiz rahbarining doimiy e'tiborida. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bugun avtomobil yo'llari sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusi rejalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Mamlakatimiz rahbariga oxirgi 3 yilda sohada bajarilgan ishlar, moliyalashtirish hajmi va amaliy natijalar haqida ma'lumot berildi. Qayd etilganidek, ushbu davr mobaynida avtoyo'l sohasiga qariyb 40 trillion so'm ajratilib, 63 ming kilometr yo'lda qurilish va ta'mirlash ishlari bajarildi. Sohaga xorijdan jalb qilinayotgan mablag'lar 3 barobar oshib, 2025-yilda 1.2 milliard dollarga yetdi. Yo'l qurilishida namunaviy andozalardan voz kechilib, har bir hududning geologik va ekologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda loyihalashtirish amaliyoti joriy etildi. Zamonaviy turdagi qoplamalar ishlab chiqilib, yo'llarning xizmat muddati 1,5 barobarga oshirildi. Taqdimotda sohada mavjud muammolarni hal etish yuzasidan taklif va rejalar taqdim qilindi. Avvalo, mavjud umumiy foydalanishdagi va ichki yo'llar hamda ko'priklarni ta'mirlash, yangilarni barpo etishda ilg'or tajriba va jahonda o'zini oqlagan texnologiyalardan
foydalanish sustligi ko'rsatib o'tildi. Kelgusi yillarda 21 ming kilometr yo'llarni qurish va ta'mirlash, 14 ming kilometr tuproq yo'llarni shag'allashtirish hamda 325 ta ko'prikni ta'mirlash rejalashtirilgan. Bunda xorijiy ekspertlar va texnologiyalarni keng jalb qilish, ilg'or standartlarni joriy qilgan holda ishni tashkil etish topshirildi. Taqdimot davomida og'irligi me'yordan ortiq yuk avtomashinalarining harakatlangani oqibatida 1800 kilometr yo'l ta'mirtalab holga kelib qolgani ko'rsatib o'tildi. Shu munosabat bilan yuk transporti vaznini nazorat qilish uchun o'lchov tarozilari tarmog'ini kengaytirish zarurligi qayd etildi. Hozirda 9 ta shunday tarozi o'rnatilgan, 8 tasini o'rnatish ishlari davom etmoqda. Kelgusida yana 35 ta ko'chma va statsionar nazorat o'lchov maskanini barpo etishga topshiriq berildi. Mutasaddilarga og'irlik va gabarit nazorati bilan bog'liq barcha jarayonlarni qamrab olgan idoralararo elektron axborot tizimini ishga tushirish topshirildi. Shuningdek, ob-havo sharoitlaridan kelib chiqib, og'ir vaznli transport vositalari harakatlanishini mavsumiy cheklash tartibini ishlab chiqish taklif etildi. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda yangi yo'llarning 61%ni, tashabbusli byudjet doirasida esa ichki yo'llarning 92%ni xususiy sektor qurmoqda. Uzoq yillar davlat monopoliyasida bo'lgan yo'llarni saqlash ishlari ham bosqichma-bosqich xususiy sheriklikka berilmoqda. Bu ishlarni kengaytirib, kelgusi yilda 3000 kilometr, 2030-yilga borib esa 6.3 ming kilometr yo'llarni saqlashga tadbirkorlarni jalb qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida 86 ta tumanda quriladigan yo'llarni to'liq mahalliy pudratchilarga berish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Sohada raqamlashtirish darajasi past ekani, mavjud 59 ta xizmatning faqat 20 tasi raqamlashgani qayd etildi. Kelgusi yilda 28 ta xizmatni elektron shaklga o'tkazish, intellektual transport tizimini joriy etish va 7 ta yangi elektron platformani ishlab chiqish muhimligi ta'kidlandi. Taqdimot yakunida belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda O'zbekiston avtomobil yo'llarini 2035-yilgacha rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish vazifasi topshirildi.